Biz sevgan Krishtianu, sen otangdan ayrilganingni ko'rdik, o'g'lingdan ayrilganingni ham ko'rdik. Sening qilmagan ishlaring uchun ayblashganini ham ko'rdik. Butun dunyo sendan yuz o'girganini ham ko'rdik. Klubing va termang seni hurmat qilmaganini ko'rdik. Prezidentlardan tortib murabbiy va muxlislar masxara qilishganini ham ko'rdik. Oltin to'plaringni o'g'irlangan deganlarni ham ko'rdik. Senga ta'sir qilish uchun barcha ishlarni qilib ko'rganlarni ham ko'rdik. Chunki sen uchun so'nggi 5 yillik og'ir bo'ldi. Real Madridning shonli kunlarida ham sen yolg'iz eding. Cho'kayotgan Juventusni yelkangda ko'tarding. Cho'kayotgan MUni qutqarish uchun Man Cityni rad etding. Oxirgi daqiqalargacha kurashding. Jamoang ko'rimsiz bo'lsa-da aybni o'z bo'yningga olding. Sen Saudiyaga o'tding, ammo biror marta chempion bo'lmading. Sen finallarda yutqazding. Avvalgi quvonch ko'z yoshlari qayg'u yoshlariga aylandi. Jahon chempionatidan chiqib ketishingga qara va men o'zimga savol berdim. Nega qirolga nisbatan bunaqa hurmat? Haqiqiy podshohning saltanati qulasa u nima qiladi? U yana qaytadan saltanat barpo etadi va imkoniyatlar yaratadi. Shundan so'ng biz seni nega 20 yildan buyon sevishimizni angladik. Chunki bularning barchasi futbol bilan bog'liq emas edi. Bu sening kuchli xaraktering uchun hech qachon taslim bo'lmaslik, imkonsizlik tuyulgan narsalarni uddalash va o'z taqdiring uchun kurasha olishingdadir. Rahmat afsona. Haqiqiy xotiralar uchun rahmat.